Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, nafaqa oluvchilar va ota-onasining bu yoki bobosining pensiya masalasiga befarq bo'lmagan aziz yurtdoshlar. Bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 1 avgustdan boshlab pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha qanday o'zgarishlarga tayyor turish kerak, kim yangi to'lov olishi mumkin, kimning puli oshishi, kimda esa hujjat sabab kechikish bo'lishi mumkin. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor. Bo'lmasa ham ertaga ota-onamiz yoki o'zimiz shu tizimga murojaat qilamiz. Men sizdan iltimos qilaman, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ko'pchilik aynan mayda ko'ringan hujjat, bank kartasi, ro'yxatdan o'tish, ish staji yoki ariza masalasida pulni vaqtida ola olmay qoladi. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday yangiliklarni oddiy tilda, aniq misollar bilan tushuntirib boraman. Endi asosiy masalaga o'tamiz. Avval pensiya tizimida ko'p jarayonlar odatdagidek davom etardi. Pensioner har oy belgilangan sanalarda pulini bank kartasi orqali yoki naqd shaklda olardi. Kimning pensiyasi oldin tayinlangan bo'lsa, u shunchaki oylik to'lovini kutardi. Lekin 1 avgustdan keyingi o'zgarishlar haqida gap ketganda odamlar bir narsani tushunishi kerak. Pensiya miqdori, qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar, nafaqa turlari va ayrim toifalarga beriladigan ustamalar har doim ham avtomatik tarzda hammaga bir xil qo'shilmaydi. Men buni sodda qilib aytaman. Agar davlat tomonidan pensiya yoki nafaqa miqdori oshirilsa, bu odatda belgilangan toifadagi fuqarolarga tegishli bo'ladi. Ammo agar gap yangi to'lov qo'shimcha yordam, ma'lum yoshdagi nogironligi bor, yolg'iz yashovchi yoki kam ta'minlangan pensionerlar uchun alohida qo'llab-quvvatlash haqida ketsa, u holda shaxsning hujjatlari, oilaviy holati, yashash manzili va mavjud ma'lumotlari tekshirilishi mumkin. Oldin ko'pchilik bitta fikr bilan yashardi. Pensiya tayinlangan bo'lsa, qolgan hammasi o'zi bo'ladi. Hozir esa elektron bazalar, bank tizimi, mahalla ma'lumotlari, ijtimoiy reyestr, tibbiy xulosalar va ish staji bo'yicha hujjatlar bir-biri bilan solishtirilmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan shaffoflikni oshiradi, lekin yomon tomoni shuki eski hujjatda xato bo'lgan, pasport ma'lumoti yangilanmagan, bank kartasi muddati tugagan yoki yashash manzili noto'g'ri ko'rsatilgan odam vaqtincha muammoga duch kelishi mumkin. 1 avgustdan keyingi eng muhim masala shuki, pensioner o'z pulini olishi uchun faqat kutib o'tirmasligi kerak. Men har doim aytaman, pensiya bu insonning ko'plik mehnati evaziga oladigan haqqi. Shuning uchun har bir pensioner o'z ish stajini, pensiya turi to'g'riligini, qo'shimcha ustama olish huquqi bor yo'qligini va to'lov kanali ishlayotganini tekshirtirishi zarur. Endi kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lishi kerak, kimlar xavotirlanmasligi mumkin, shuni aniq misollar bilan tushuntiraman. Birinchi toifa. Yoshga doir pensiya olayotgan pensionerlar. Masalan, Altun Taksi yosh otaxon 3 yillik ish staji bilan pensiya oladi. U har oy bank kartasiga 1.200.000 so'm oladi, deylik. Agar 1 avgustdan pensiya miqdori indeksatsiya qilinsa yoki bazaviy hisoblash miqdori, eng kam pensiya yoki ustama mexanizmlarida o'zgarish bo'lsa, uning pensiyasi avtomatik qayta hisoblanishi mumkin. Lekin bu yerda bir muhim nuqta bor. Agar otaxonning ish staji bazada to'liq ko'rinmasa, masalan 3 yil emas, 24 yil deb turgan bo'lsa, u qo'shimcha hujjatlarni taqdim etmaguncha pensiya miqdori kutilgan darajada oshmasligi mumkin. Ikkinchi toifa. Eng kam pensiya oluvchilar. Bu odamlar eng ko'p e'tibor qilish kerak bo'lgan guruh. Chunki ko'pincha davlat tomonidan eng kam pensiya miqdori, kompensatsiya yoki qo'shimcha ijtimoiy to'lovlar belgilansa, aynan kam pensiya oluvchilar ko'proq manfaat ko'radi. Masalan, bir onaxon 7.000 so'm atrofida pensiya olayotgan bo'lsa, yangi tartibda eng kam to'lov miqdori oshsa, u belgilangan minimal darajaga yetkazib berilishi mumkin. Lekin agar u boshqa nafaqa turini ham olayotgan bo'lsa yoki oilaviy daromad bo'yicha ijtimoiy yordamga ariza bergan bo'lsa, bu to'lovlar bir-biriga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun bitta xonadonda 2 xil yordam bo'lsa, albatta mahalla yoki pensiya jamg'armasi bo'limidan aniqlashtirish kerak. Uchinchi toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar va nogironlik nafaqasi oluvchilar. Bu yerda hamma narsa tibbiy xulosa, nogironlik guruhi muddati va qayta ko'rik sanasiga bog'liq. Masalan, 2 guruh nogironligi bo'lgan fuqaroning tibbiy xulosasi 30 tugasa, 1 avgustdan yangi to'lovlarni kutib o'tirsa ham tizimda uning maqomi yangilanmagan bo'lishi mumkin. Natijada to'lov kechikadi yoki vaqtincha to'xtatiladi. Men bunday vaziyatda birinchi navbatda tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi
muddat tugamaganini tekshirishni maslahat beraman. Agar hujjat muddati o'tgan bo'lsa, kechiktirmay qayta ko'rikdan o'tish kerak. 4-toifa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotganlar. Bu masala juda nozik. Masalan, farzand otasidan ayrilgan va o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olmoqda. Agar farzand 15 yoshga to'lsa, lekin oliy ta'limda kunduzgi shaklda o'qishni davom ettirsa, ayrim hollarda to'lov davom etishi mumkin. Ammo o'qish joyidan ma'lumotnoma vaqtida berilmasa, tizim uni to'lov huquqiga ega emas deb ko'rishi mumkin. Shuning uchun 1 avgustdan oldin yoki aynan shu davrda talabalar, maktab bitiruvchilar va ularning vasiylari o'qish haqidagi ma'lumotlarni yangilashi zarur. 5-toifa. Yolg'iz yashovchi pensionerlar. Agar pensioner yolg'iz yashasa, parvarishga muhtoj bo'lsa, farzandlari bo'lmasa yoki yordam beradigan yaqinlari boshqa hududda yashasa, ayrim ijtimoiy xizmatlar va moddiy yordam turlariga huquqi bo'lishi mumkin. Lekin amalda ko'p odam buni bilmaydi. Masalan, 75 yoshli onaxon qishloqda yolg'iz yashaydi. Pensiyasi kichik, dori-darmon xarajati katta. U faqat pensiya bilan cheklanib qolmasligi kerak. Mahalla orqali ijtimoiy xodim, moddiy yordam, oziq-ovqat yoki boshqa qo'llab-quvvatlash dasturlari bor yo'qligini so'rashi kerak. Yangi to'lovlar yoki yordamlar aynan shunday toifadagi insonlarga yo'naltirilgan bo'lishi mumkin. 6-toifa ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Ular uchun eng muhim savol: ishlayotganim sabab pensiyam kamayadimi yoki yangi to'lovdan mahrum bo'lamanmi? Bu savolga javob har doim to'lov turiga bog'liq. Oddiy yoshga doir pensiya bilan ishlash masalasida alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin kam ta'minlanganlik, ijtimoiy yordam yoki oilaviy daromadga bog'liq to'lovlarda ishlayotganlik va daromad hisobga olinadi. Masalan, pensioner oyiga 1.300.000 so'm pensiya oladi va yana 2 million so'm maosh oladi. Agar yangi to'lov aynan kam daromadli fuqarolarga berilsa, uning maoshi hisobga olinishi mumkin. Shuning uchun hamma pensionerga bir xil pul beriladi degan gapga darrov ishonmaslik kerak. 7-toifa. Bank kartasi orqali pensiya oluvchilar. Hozir ko'p to'lovlar karta orqali tushadi. Lekin oddiy texnik muammo ham pensionerni sarson qiladi. Masalan, karta muddati iyul oyida tugagan, lekin pensioner buni bilmaydi. Bu 1 avgustdan pul tushishi kerak bo'lgan kuni bank ilovasida pul ko'rmaydi. Pensioner xavotirga tushadi. Pensiyam to'xtab qoldi deb o'ylaydi. Aslida esa karta yangilanishi kerak bo'ladi. Shuning uchun har bir pensioner kartasining amal qilish muddatini tekshirsin. Agar karta yo'qolgan, bloklangan yoki muddati tugagan bo'lsa, bankka murojaat qilib, yangi karta ochish va pensiya jamg'armasiga yangi rekvizitlar to'g'ri ulanganini aniqlashtirish kerak. Endi eng ko'p uchraydigan istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nozik jihat: o'zgarish sanasi bilan pul tushish sanasi bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, 1 avgustdan yangi tartib kuchga kiradi, lekin pensioner pulini 5 avgustda yoki 10 avgustda oladi. Bu normal holat bo'lishi mumkin. Chunki to'lov grafik hudud, bank, pensiya turi va moliyalashtirish jadvaliga qarab farqlanadi. Lekin belgilangan sanadan ancha o'tib ketsa, jim turmaslik kerak. Avval bankdan, keyin pensiya jamg'armasi bo'limidan, zarur bo'lsa mahalladan aniqlashtirish lozim. Ikkinchi nozik jihat: qayta hisoblash hamma uchun bir xil natija bermaydi. Bir pensioner 100.000 so'm ko'proq olsa, boshqasi 60.000 so'm. Yana boshqasi 200.000 so'm qo'shimcha olishi mumkin. Buning sababi pensiya miqdori, shaxsiy ish staji, avvalgi ish haqi, pensiya turi, ustamalar, minimal kafolatlar va boshqa omillarga bog'liq. Shuning uchun qo'shningiz bilan o'zingizni solishtirib, nega unga ko'proq tushdi, menga kamroq tushdi deb xulosa qilishdan oldin pensiya ish hujjatingizni tekshirtiring. Bir xil yoshdagi ikki odamning pensiyasi har xil bo'lishi tabiiy. Chunki biri yarim yil ishlagan, boshqasi 15 yil ishlagan bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat: eski mehnat daftarchasidagi yozuvlar muammo tug'dirishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam 1935 yildan 1995 yilgacha zavodda ishlagan, lekin mehnat daftarchasida muhr noaniq, buyruq raqami o'qilmaydi yoki korxona nomi o'zgargan. Bunday holatda staj to'liq hisoblanmasligi mumkin. Agar yangi hisob kitobda staj muhim bo'lsa, pensioner arxivdan ma'lumotnoma olib kelishi kerak bo'ladi. Arxiv ma'lumotnomasi ba'zan bir necha kun emas, bir necha hafta vaqt oladi. Shuning uchun buni oxirgi kunga qoldirmaslik kerak. 4-nozik jihat: yashash manzili va ro'yxat masalasi. Pensioni aslida Toshkent viloyati ro'yxatda,
lekin farzandining uyida Samarqandda yashayapti deylik. To'lovlar odatda ro'yxatdagi manzil va hududiy bo'lim orqali yuritiladi. Agar yangi ijtimoiy yordam mahalla orqali aniqlansa, real yashash joyi bilan ro'yxatdagi manzil farqi savollar tug'dirishi mumkin. Bunday vaziyatda mahalla va tegishli idoraga haqiqiy holatni tushuntirish, kerak bo'lsa vaqtincha yashash yoki doimiy ro'yxat masalasini tartibga keltirish foydali. 5-nozik jihat. Bir oilada bir nechta pensioner bo'lsa, masalan, xotin ikkisi ham pensiya oladi. Ulardan biri nogironlik bo'yicha qo'shimcha to'lovga ega, ikkinchisi yoshga doir pensiya oladi. Agar yangi yordam oilaviy daromadga qarab berilsa, ularning ikkala pensiyasi ham umumiy daromad sifatida hisoblanishi mumkin. Lekin agar o'zgarish individual pensiya o'shishi bo'lsa, har biri alohida hisoblanadi. Demak, to'lovning tabiati muhim. U individual pensiyami? Oilaviy yordammi yoki alohida to'yfaga beriladigan ustamami? 6-nozik jihat. Qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim fuqarolarda aliment, kredit sud qarori yoki boshqa majbur ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Pensiya oshsa ham karta orqali kelgan summa kutilgandan kamroq bo'lishi ehtimoli bor. Chunki ayrim ushlab qolishlar avtomatik amalga oshiriladi. Masalan, pensionerning pensiyasi 1.400.000 so'mdan 1.570.000 so'mga oshdi. Lekin kartasiga 20.300.000 so'm tushdi. U menga noto'g'ri hisoblashdi deb o'ylaydi. Aslida bank yoki ijro hujjati bo'yicha ushlab qolish bo'lishi mumkin. Buni aniqlash uchun bankdan hisob varaq harakati bo'yicha ma'lumot va majburiy ijro organidan qarzdorlik holatini tekshirish kerak. 7-nozik jihat. Telefon orqali kelgan yolg'on xabarlarga ishonmaslik. 1 avgust kabi sanalar oldidan firibgarlar ko'payadi. Ular yangi to'lov olasiz, kartangiz raqamini ayting, pensiya o'shishi uchun kodni yuboring. Ariza to'ldirib beramiz, oldindan pul o'tkazing deb aldashi mumkin. Men qat'iy aytaman, hech kimga SMS kod aytmang, karta parolini bermang, bank ilovasiga kirish ma'lumotlarini yubormang. Davlat to'lovlari uchun sizdan telefon orqali kod so'ralmaydi. Agar ariza kerak bo'lsa, uni rasmiy idora, Davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki rasmiy elektron platformalar orqali topshirasiz. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Har bir pensioner yoki uning farzandi shu ro'yxat bo'yicha harakat qilsa, muammo chiqish ehtimoli ancha kamayadi. Birinchi qadam, pensiya turi va miqdorini tekshiring. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Shuni aniq biling. Ko'pchilik pensiya deb hammasini bir xil ataydi, lekin qonuniy jihatdan to'lov turlari farq qiladi. To'lov turi farq qilgani uchun o'zgarish ham har xil ta'sir qiladi. Pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, mening pensiyam qaysi tartibda tayinlangan, qayta hisoblashga asos bormi deb so'rang. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, bank kartasi ma'lumotlari, nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa, boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa tegishli hujjatlar. Talabalar uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Hujjatlarni bir papkaga solib qo'ying. Ayniqsa yoshi katta odamlar hujjatni turli joyga qo'yib, keyin topolmay qiynaladi. 3-qadam, bank kartasini tekshiring. Karta muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi, SMS xabarnoma ishlayaptimi, karta egasining ismi hujjatdagi ism bilan mosmi? Shularni aniqlang. Agar pensioner o'zi bankka borolmasa, farzandi yordam berishi mumkin. Lekin bank amaliyotlarida ishonchnoma talab qilinishi ehtimoli bor. Shuning uchun oldindan bank qo'ng'iroq qilib, qanday hujjat kerakligini so'rash foydali. 4-qadam, ish stajini tekshirtiring. Ayniqsa pensiya miqdori kam bo'lsa va siz ko'p yil ishlaganingizni bilsangiz, menga hammasi to'g'ri hisoblanganmi degan savolni bering. Agar mehnat daftarchasida eski korxonalar bo'lsa, arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Masalan, siz 12 yil kolxozda, 8 yil fabrikada, 10 yil maktabda ishlagan bo'lsangiz, jami 30 yil bo'ladi. Lekin bazada faqat maktabdagi 10 yil ko'rinib tursa, pensiya ancha kam chiqishi mumkin. Buni tiklash uchun hujjat kerak. 5-qadam, mahallaga murojaat qiling. Agar pensiyangiz doriga, kommunal to'lovga, oziq-ovqatga yetmayotgan bo'lsa, faqat shikoyat qilib o'tirmang. Mahalla raisi, hokim yordamchisi yoki ijtimoiy xodimdan mavjud yordam dasturlari haqida so'rang. Men yolg'iz yashayman, men nogironman, menda dori xarajatlari yuqori. Uyimda qarovchiga muhtoj odam bor kabi holatlarni yozma tarzda bildirgan ma'qul. Og'zaki aytilgan gap ko'pincha esdan chiqadi, yozma murojaat esa ro'yxatga olinadi. 6-qadam, rasmiy manbani kuzating.
Telegramdagi noma'lum kanallar, ko'chadagi gaplar, hamma pensionerga falon pul berilar ekan degan mish-mishlar odamni chalg'itadi. Men tavsiya qilaman pensiya jamg'armasining rasmiy xabarlari, davlat xizmatlari bo'yicha rasmiy ma'lumotlar, hukumat qarorlari va ishonchli manbalarga tayaning. Agar biror xabarni eshitsangiz, darhol savol bering. Bu qaysi qarorga asoslangan? Kimlarga tegishli? Ariza kerakmi? Sanasi qachon? To'lov manbasi qayerda ko'rsatilgan? 7-qadam. Murojaatni yozma qiling. Agar sizning pensiyangiz tushmasa, kam tushsa yoki qo'shimcha to'lov berilmasa, nega bunday bo'ldi deb faqat telefon orqali so'rash yetarli emas. Pensiya jamg'armasi bo'limiga yozma ariza bering. Arizada ism, familiyangiz, pasport ma'lumotingiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi va muammo mazmunini aniq yozing. Masalan, 1 avgustdan pensiya miqdori qayta hisoblanishi bo'yicha ma'lumot berishingizni, mening pensiya ishimda ish stajim to'liq inobatga olinmaganini tekshirishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 8-qadam javobni kuting. Lekin nazoratni yo'qotmang. Davlat idoralarida murojaat ko'rib chiqilishi uchun muddat bo'ladi. Lekin arizangiz kirim qilingan raqamni olib qo'ying. Qachon topshirdingiz, kim qabul qildi, qaysi raqam bilan ro'yxatga olindi, bular muhim. Agar javob kelmasa, yuqori tashkilotga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari orqali qayta murojaat qilishingiz mumkin. 9-qadam. Farzandlar pensioner ota-onasiga yordam bersin. Men bu yerda farzandlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangiz telefon ilovasini tushunmasligi, bank kartasi muddatini bilmasligi, hujjatdagi xatoni sezmasligi mumkin. Haftada bir marta ularning kartasiga pul tushishganmi? Do'rga puli yetyaptimi? SMS'da shubhali xabar kelmaganmi? Hujjatlari joyidami? Shularni tekshirib qo'ying. Bu katta ish emas, lekin pensioner uchun juda katta yordam. 10-qadam, hech qachon vositachiga shoshilib pul bermang. Pensiyangizni oshirib beraman. Yangi to'lovga kiritib qo'yaman. Tanishim bor, navbatsiz hal qilamiz degan gaplar juda xavfli. Qonuniy huquqingiz bo'lsa, siz uni rasmiy tartibda olasiz. Huquqingiz bo'lmasa, hech qanday vositachi buni hal qilib bera olmaydi. Eng to'g'ri yo'l hujjatni tayyorlash, ariza berish, rasmiy javob olish. Birinchi misol, 7000 yoshli otaxon 1 million so'm pensiya oladi. U 35 yil ishlagan. Lekin pensiya tayinlanganda eski korxonadan arxiv ma'lumoti topilmagan. Hozir yangi o'zgarishlar bo'yicha pensiya oshishini kutyapti. Agar uning staji bazada 25 yil deb turgan bo'lsa, oshish bo'lishi mumkin. Lekin u haqiqiy stajiga mos darajada bo'lmasligi ehtimoli bor. Nima qilish kerak? Arxivga so'rab berish, eski ish joy hujjatini topish, pensiya jamg'armasiga qayta hisoblash haqida ariza topshirish kerak. Ikkinchi misol. 6 yoshli onaxon eng kam pensiya oladi. Bank kartasi muddati avgust oyida tugaydi. U yangi to'lov tushmadi deb xavotirga tushadi. Aslida pul hisoblangan, lekin karta muammosi sabab yechib ola olmayapti. Nima qilish kerak? Bankka borib kartani yangilash, yangi karta pensiya hisobiga ulanganini tekshirish. Kerak bo'lsa bankdan hisob varaq holati haqida ma'lumot olish kerak. 3-misol. Nogironlik nafaqasi oluvchi fuqaroning tibbiy xulosasi muddati tugagan. U menga pul nega tushmadi deb so'raydi. Sabab oddiy. Tizimda nogironlik maqomi tasdiqlanmagan. Nima qilish kerak? Tibbiy ko'rikdan o'tish. Yangi xulosani rasmiylashtirish. Keyin to'lov tiklanishi masalasini so'rash kerak. 4-misol. Farzand boquvchini yo'qotganlik pensiyasi oladi, lekin 25 yoshga to'lgan. Agar u o'qishni davom ettirayotgan bo'lsa, tegishli ma'lumotnoma muhim. Agar o'qimasa yoki hujjat topshirilmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Nima qilish kerak? O'quv yurtidan ma'lumotnoma olib vaqtida topshirish kerak. 5-misol, pensioner yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 900 ming so'm. Dori xarajati oyiga 400 ming so'm. U yangi yordam borligini eshitgan, lekin qayerga borishni bilmaydi. Nima qilish kerak? Mahallaga yozma murojaat qiladi. Ijtimoiy holatini tushuntiradi. Tibbiy hujjatlarni ilova qiladi. Mavjud yordam dasturlari bo'yicha ro'yxatga olishni so'raydi. Demak, 1 avgustdan keyingi o'zgarishlarda eng muhim narsa shuki, pensioner o'z huquqini bilishi, hujjatini tartibga keltirishi, bank kartasini tekshirishi va rasmiy idoralardan aniq javob olishi kerak. Yangi to'lovlar, pensiya oshishi yoki qo'shimcha yordamlar hamma uchun bir xil bo'lmasligi mumkin. Kimdir avtomatik oladi, kimdir ariza beradi. Kimdir hujjatini yangilamasa vaqtincha kechikishga duch keladi. Men ekspert sifatida sizga shuni maslahat beraman. Bugunoq pasportingiz, pensiya hujjatingiz, bank kartangiz, ish stajingiz va qo'shimcha imtiyozga asos bo'lgan hujjatlaringizni tekshirib chiqing.
Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Belgina muddati tugagan karta yoki yetishmayotgan ma'lumotnoma odamni bir oy sarson qilishi mumkin. Sizning hududingizda pensiya yoki yangi to'lovlar bo'yicha qanday xabarlar bor? Pul vaqtida tushyaptimi? Miqdor o'zgardimi? Hujjat so'rashdimi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ayniqsa pensionerlar uchun juda zarur.